Assalomu alaykum qadrli bo'lgan mening qadrli tomoshabinlarim. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Biz bugun 6-videomizni boshlamoqdamiz va biz boshladik. Biz bugungi 6-videomizda Farg'ona viloyatining Bag'dod tumani haqida gaplashamiz. Ya'ni tashabbusli budjet jarayonlari Bag'dod tumanida qanday o'tdi shu haqida batafsil ma'lumot beramiz. Qani biz boshladik. Farg'ona viloyatining Bag'dod tumani 330 km² maydondan iborat. Umumiy aholisi soni esa 230 ming kishidan ko'proqdir. Ushbu ma'lumotni biz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani hokimligining rasmiy sahifasidan ko'chirib oldik. Mana Telegramimiz orqali ko'rib turganingizdek, Bag'dod tumanida 131 tashabbus kelib tushgan, ularning 86 tasi qog'oz berishga tasdiqlangan, 46 tasi esa turli sabablarga ko'ra rad etilgan. Tasdiqlangan tashabbuslarning 18 tasi, ya'ni 21% g'olib deb topilgan. Bag'dod tumanida tashabbusli budjet jarayonlari uchun 22 milliard 685 million so'm pul ajratildi va g'oliblar uchun taxriban 21 milliard 960 million so'm bo'lib berildi. Bag'dod tumanida birinchi o'rin bilan g'olib deb topilgan tashabbus 4832 ta ovoz to'pladi va 18-o'rinda g'olib deb topilgan tashabbus esa 1538 ta ovoz bilan g'olib deb topildi. 1538 tadan yuqori ovoz olgan barcha tashabbuslar g'olib deb topilgan. Bag'dod tumanida yo'nalishlar kesimida g'oliblarni taqsimlab chiqqanimizda ichki yo'llarni ta'minlash yo'nalishi bo'yicha 8 tashabbus g'olib deb topilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarini ta'minlash va sog'liqni saqlash muassasalarini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha esa 4 tadan tashabbus g'olib deb topilgan. Ko'cha chiroqlarini o'rnatish yoki ta'minlash bilan bog'liq tadbirlar yuzasidan 1 tashabbus g'olib deb topildi. Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha esa bunda ham 1 tashabbus g'olib deb topilgan. Bag'dod tumanida 19 ta tashabbus 1000 tadan ko'proq ovoz olgan. 39 tashabbus esa bittadan 1000 tagacha ovoz olgan. 27 ta qolgan tashabbuslar, ya'ni 27 tasi umuman ovoz ham olmagan. Bag'dod tumanida 18 ta g'olib bo'lgan tashabbuslar 66707 ta ovoz to'pladi. O'rtacha hisobda bitta g'olib uchun 3705 ta ovozlar to'g'ri kelmoqda. 2025-yilning 2-mavsumida Bag'dod tumanida 3705 ta ovoz olgan tashabbuslar, mening shaxsiy fikrim, 95% g'olib deb topilsa kerak. Bu mening shaxsiy fikrim. So'nggi 2 mavsumda g'olib deb topilgan mahalla yoki tashkilotlar kelgusi 2 mavsumda tashabbuslari qo'yish cheklanadi, ya'ni ishtirok etmaydi. Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanida 9 ta mahalla fuqarolar yig'ini keyingi 2 mavsumda ishtirok etmaydi. Mana ushbu mahalla fuqarolar yig'ini ro'yxatlarini ko'rib turibsizlar. Bekobod, Oltarma, Ilg'ari mahalla fuqarolar yig'ini, Xitoy mahalla fuqarolar yig'ini, Qaroqchi Tol mahalla fuqarolar yig'ini, undan tashqari esa Paxtaobod mahalla fuqarolar yig'ini, Karimbobo mahalla fuqarolar yig'ini, Chek Xitoy mahalla fuqarolar yig'ini hamda Muqimiy mahalla fuqarolar yig'ini keyingi 2 mavsumda umuman ham ishtirok etish olmaydi. Ya'ni tashabbusli budjet loyihalari bo'yicha. 6-videomizda, ya'ni Farg'ona viloyati Bag'dod tuman tashabbusli budjet loyihalari bo'yicha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga yoqsa obuna bo'lishni, videomiz yoqsa esa like bosishni unutmang. Videoni do'stlaringizga borib qo'yishni ham unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.